qizlarda har xilda, kimdadir ko'proq keladi, kimlardadir hattoki ichkariga ketgani hisobiga hattoki o'sha bular aytayotgan qon yo'q ham bo'ladi. Ba'zan qizli parda shunaqa shakllangan bo'ladiki, egiluvchan, cho'ziluvchan bo'lganligi uchun u hech qanaqa bo'la kutgan natija bo'lmasligi mumkin. Aytilgan gapga ozgina e'tirozim bor, qip-qizil qon chiqmaydi u yerdan. Qatizdir kesilsa qon chiqadi, lekin u kesilmaydi. U yerda parda yirtilish natijasida chiqishi kerak bo'ladi. Lobar opa hozir meni qiziqtirayotgani ginekolog chandiq deb yozib bergan. Nima u chandiq? Nimaga unaqa yozib bergan? Men kirmaganman, meni chiqarib yuborishgan. Borganda kuyov bilan shu yanga qolgan. Qog'ozni olib keldi. Shu keyin aytibman, pechxon dadamga kelib shu qog'ozni ko'rsatgan. Keyin dadam ham ishongan, men endi bilmayman. Dadam masalan yo onam birov maslahat berib, yo'q, bu noto'g'ri, yo o'zim ham o'sha yuring meni qaytadan tekshirtirgan olib boring degan narsa ham bo'lmaganda shu narsa. Shu yoshimgacha o'zim himoya qila olmayman, bilmayman, uyalamanmi? Sanobar, sizga savolim bor. Sizni onangizlar qanaqa ayol? Onangiz haqida ozgina ma'lumot bering. Onam oddiy mehnatkash ayollar bo'lgan. Qishloq sodda ayollar. Ota-onam bilan dalada mehnat qilgan, o'sha bilan tirikchiligimiz bo'lgan. Onam kasal bo'lib qolgandan keyin o'sha dalani yig'ishtirganmiz. Endi bu jarayonda haqiqatda to'g'ri borishgan ekspertizaga uni oddiy ginekolog o'zini qabulxonasida ko'rishga haqqi yo'q. Uni faqatgina ekspertiza, ya'ni sizni Toshminyondagi ekspertizaga olib kelishni ham va u yerda chandiq yozib berilgan. Bu chandiqlar ba'zan endi bu kimdirlarga yomoniga ham o'ynab ketmasin, ba'zi qizlarga, lekin men ma'lumot sifatida aytib o'tishim kerak. Ba'zan mana bular qishloq sharoitida otga, menga ko'p qabulimga kelish, ot, eshiklarni minib yurishadi. Shunaqa siz yurganmiz shunaqa endi. Bularda ham qaysidir qizlar velosiped uchganda ham ular yassillashib ketish, hattoki sport bilan shug'ullanganda yassilash. Bu chandiq. Endi men o'ylaymanki, bu narsani muhokama qilinishi hozir sizni taqdiringiz uchun bu umuman o'zi kichkina bo'lgan narsa-da. Bu ayol kishini, bitta qiz bolani hayotini va uni mana 16 yoshli qizini hayotini buzish uchun bu arzirli sabab deb o'ylamayman. Qabulimga juda ham ko'pchilik kelishadi. Men tekshirib bering, men aytaman, bo'l, to'y qildinglarmi? O'zinglarni bir-biriga ishondinglarmi? Bo'ldi. Shu qizlik yoki qizlik bo'lmagani sizga endi ahamiyatli bo'lmasin. Oila quringlar. To'g'ri, yolg'on bilan boshlangandir, lekin o'zi bu bo'ldi. Xudoyim shuni taqdir qildi senga. Buni bundan buyog'iga yolg'onsiz boshlashga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Onani roli katta. Ona tushuntirish kerak edi. Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qil. Bizani suyanadiganimiz kim? Onamizga murojaat qilamiz. Bir o'zi Toshkentga qiz bola endi turmushga chiqib olib ketilgan. Ekspertizaga kelishgan. Yo'q, uni qarindoshlari ham bo'lishi kerak. Meni qabulimda shunaqa qizlar bo'lganki, kimdir o'pgan, quchoqlaganidan qiz bola emasman deb o'ylab, kimgadir uylanib ajrashgan bolaga tekkan qizlar bo'lgan.